Manchester City yana bir muhim g'alabaga erishdi. Newcastle maydonida o'tgan bahsda Pep Guardiola jamoasi 1-3 hisobida g'alaba qozondi. Bu o'yinda o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov ham muxlislar e'tibor markazida bo'ldi. Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun FA Cup doirasida o'tgan Newcastle United va Manchester City uchrashuvi hamda bu bahsda Abduqodir Husanov qanday o'yin ko'rsatgani haqida gaplashamiz. Agar sizga Manchester City va o'zbekistonlik futbolchilar haqidagi yangiliklar qiziq bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Uchrashuv Newcastle maydonida boshlandi va mezbonlar o'yinni juda faol boshladi. 18-daqiqada Harvey Barnes aniq zarba bilan hisobni ochdi va Newcastle oldinga chiqdi. Shundan keyin Manchester City asta-sekin o'yinni o'z nazoratiga oldi. 39-daqiqada Savinho gol urib hisobni tenglashtirdi va birinchi bo'lim 1-1 hisobida yakunlandi. Ikkinchi bo'lim boshida City tezkor hujum uyushtirdi. 47-daqiqada Omar Marmush gol urib jamoasini oldinga olib chiqdi. 65-daqiqada esa u yana bir bor darvozani ishg'ol qilib, hisobni 3-1 ko'rinishiga keltirdi. Shu tariqa Manchester City o'yinni nazorat qilib, muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Bu o'yinda Manchester City himoyasida o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov ham maydonga tushdi va statistik jihatdan yomon o'yin ko'rsatmadi. Match reytinglariga ko'ra, Husanovning o'yini taxminan 6.5 ball bilan baholandi. Statistikaga qaraganda, u o'yinda 92% aniq pas amalga oshirdi, 7 ta yakka kurashning 6 tasida g'alaba qozondi. Shuningdek, 4 ta muhim tozalash va bitta to'pni olib qo'yish harakatini amalga oshirdi. Tahlilchilarning fikricha, Husanov himoyada ancha xotirjam harakat qilgan va jismoniy kurashlarda o'zini yaxshi ko'rsatgan. Bitta vaziyatda burchak jismoniy kurashlarda ustunligi himoyada muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Natijada Manchester City 3-1 hisobida g'alaba qozonib, turnirning keyingi bosqichiga yo'l oldi. Pep Guardiola jamoasi o'yinning ikkinchi bo'limida ancha ustun o'ynab, bahsni to'liq nazorat qildi. Endi savol sizga. Sizningcha, Abduqodir Husanov Manchester City asosiy tarkibida muntazam o'ynash darajasiga yetishi mumkinmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.